Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchi muxlislar. Bugun 6-videomiz spermogrammani morfologiya tushunchasi haqida bo'ladi. Siz videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Spermatozoidning morfologiya tushunchasi standartlarga 1992-yilda kiritildi. U paytdagi norma yumshoq darajada baholash va 81% qilib belgilangan. Lekin 2010-yildan boshlab bu bugungi kundagi 2021-yilgi standartda ham 4% Kruger qat'iy ko'rsatmasi deb belgilanadi. Spermatozoidlarni morfologik baholashda ularning boshi, bo'yni, dum qismi va bularning o'zaro bir-biriga nisbati solishtiriladi. Bularning bir butunligi va o'zaro ideal munosabatda bo'lishligi erkak kishini homilador qila olishlik sifatini belgilaydi. Bu yerda sizlarga 81 bilan 4% ga izoh berib ketishim kerak, chunki hozir video davomida aytadigan 4% ga tegishli qat'iy ko'rsatkichlar 81% da yo'q edi. Ya'ni qat'iy ko'rsatkichlarning 50% ga ham to'g'ri kelsa, o'sha 81% ichiga kiradigan va norma deb hisoblangan. Endi agarda bir joyda urug' analizi topshirdilaring va qo'llaringga spermogramma berdi. U joyda morfologik ko'rsatkichni 81% deb ko'rsatayotgan bo'lsa, demakki sizning spermatozoidingizni bugungi kundagi standartga ko'ra baholamayapti va siz u spermogrammadan voz kechishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari, agar sizning qo'lingizga berilgan spermogrammani tepasiga morfologiyasi Kruger bo'yicha deb yozsa va raqamlarning ichida 7% va undan yuqori raqam ko'rsatsa, bunga ham spermogrammani Kruger bo'yicha tekshirilmaganligiga shubha bilan qarashimiz kerak. Chunki Sog'liqni saqlash tashkilotining 2021-yilgi standartiga ko'ra 2900 ta homilador qila oladigan fertil erkaklar o'rtasida tekshirilgan spermogrammani 95% da spermatozoidlarning morfologiyasi 4% atrofidaligi tasdiqlangan. Yana bir izoh berib ketishim kerak bo'lgan jihati bor. 81 dan 4% ga tushganligi erkaklarning spermatozoidining sonini, sifatini o'zgaryapti degan noto'g'ri tushuncha bo'lmasligi kerak. Aksincha, hozirgi kunda tibbiyot rivojlanib, qarorlar qat'iylashib boryapti. Shuning uchun 4% lik morfologik normal ko'rsatkichga ega bo'lgan erkaklar ham homiladorlik qilish qobiliyatiga egaligi aniqlandi. Endi sizlarga normal spermatozoidning bosh, bo'yin, dum qismlarining tuzilishi va ularning ahamiyatini ko'rsatib o'taman. Spermatozoidning boshi avval tuzilishga ega bo'ladi. Uzunligi 4-5 mikrometr, kengligi 2,5-3 mikrometr bo'ladi. Ichki strukturasida akrosomasi bo'ladi. U boshning 40-70% ni egallaydi. O'rtasida yadro joylashadi. Bu keyingi videomizning mavzusi bo'lgan DNK xuddi shu yerda joylashgan bo'ladi va vakuola degan narsa bo'lmasligi kerak bo'ladi. Shu ko'rsatkichlarga ega bo'lsa, zona pellucidia bilan bog'lanish, akrosomal reaksiyalar, DNK integratsiyasi va embriogenez sifatli bo'lib, tirik tug'ilish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bo'yin qism o'rta qism ham deyiladi. Buni uzunligi 5-7 mikrometr atrofida, kengligi 1 mikrometrdan o'tmaydi. Asosan mitoxondrial qobiqdan iborat bo'ladi. Bular spermatozoidlarning harakatidagi asosiy energiya manbaining o'chog'i hisoblanadi. Dum qism spermatozoidning oxirgi qismi hisoblanadi. Uzunligi 45 mikrometrga ega bo'ladi. Uni ko'ndalang kesilganda 9+2 tarzidagi mikrotubullardan tashkil topganligi ko'rinadi. Rasmda ko'rib turgan DNA qo'llardan birortasini yetishmovchiligi bo'lsa, spermogrammada total astenozospermiya yoki harakatchanlikning 0% kuzatiladi. Buni farqiga borish uchun oldingi videomizdagi tiriklik testi bo'lgan iazin-nigrazin testini foydalanish va bunday bemorlarga eko yordamida farzandlik qilishimiz mumkin bo'ladi. Shundoq qilib shifokor do'stlarimizga klinik qisqagina xulosa bermoqchiman. Bosh bu genetik materialda sifatliligini ko'rsatadi. O'rta qismning sifatligi bu spermatozoidning energiyasining yaxshiligini ko'rsatadi. Dumda agarda defekt yo'q bo'lsa, spermatozoidlarning harakatini mukammalligini ta'minlaydi. Bularning hammasini bir butun bo'lishligi bu erkakning sog'lom farzand tug'dira olish qobiliyatini ko'rsatadi. Navbatdagi videomiz spermatozoidning boshining yadrosini ichida joylashgan DNKning fragmentatsiyasi haqida bo'ladi. Sizlar bilan Zarifjon Murodov birga edi. Qo'qon shahri Hospital Zam klinikasi.